Hammaga salom. Bu video to'satdan bo'lib qoldi. Har doimgidek bizda real videolar kuzatib boring. Bu yerdagi holatda ozgina yoritib o'tmoqchiman. Registratorga zvuk boshida yozilmay qolibdi. Negadir bilmadim, texnik sabablarga ko'ra. Telefonni sal kechroq yoqqanman, mashinani chetga olgandan keyin xullas Bektemir postida qo'yliqqa, ya'ni shaharga kirib boraverishda yo'l patrul inspektori to'xtatyapti. Na o'zini tanishtiryapti, na boshqa narsa. Srazi orqani ochib oling, ko'rib oling deyapti bu yerda. Va men aytayapman, patok kuttirmay chetga olaman, keyin gaplashamiz dedim. Bu yog'ini mana ko'rasizlar hozir o'zingizlar. Orqani ko'rish mashinasi ketib qoladi-da. Ben kallam tutmayman ama işte qarayman bo'ldi. Bu menga tushuntirib bering, qonuniy anaqasi bo'yicha nimaga u ko'rishingiz kerak? Prosta tadbir bo'lsa bagaj tekshirishdan nima foyda? Yo'q, siz bagajni ochmaysiz. Tadbir degandan keyin shu aytilgan joy bor. Nima joyi bor? Qonun bo'yicha belgilangan moddasi bo'yicha gapirib bering. Gapirib bering. Nima bo'ladi? Bo'lgan joy bor. Ayrim munosabatda maqsad bir xizmat shuning uchun hozir boshdan boshlaylik. Ism familiyangizni aytib yuboring. Iltimos. Yo'q, siz ism familiyangizni aytib yuboring. Siz meni vaqtimni olasiz o'zi. Siz o'z vaqtingizni o'zi olasiz. Siz o'zingizni tanishtiring birinchi. Kimsiz, nimasiz? Men sizni tanimayman. Inspektor Sharif. Yil qatori. Maqsad bu. Shuni topshirib bilan. Guvohnomangizni ko'rsak bo'ladimi? Shuni topshirib bilan qilishyapti. Okey, bir marta. Shuni hech kim topshirib bilan qilishyapti. Hamma narsaning qonun qoidasi bor-da, okey? Berilgan muddatda 22 yo 31 kamera. Men uni ko'rmayman, qo'lingiz to'sib turibdi. Yo'q, qo'lingiz to'sib turibdi. Mana kamera. Bo'ldi. Men tushuntirib bering, qanaqa maqsad tadbir bu? Maqsad aytilmaydi. Aytilmaydi? Hop, unda bagajni ochib tekshirish kerak degan joy qayerda bor ekan? Qonunda men ko'rmaganman-da uni. Qonun bo'yicha, kodeksi bo'yicha gapirib bering. Moddasi bordir, nimadir bordir belgilangan. Yo'q, endi majbur emasman, lekin aka orqani ochib ko'rsatish. Siz hozir vaqtimni olasiz deyapsiz-da, siz xizmat vazifasida, siz qanaqa men siz vaqtingizni olaman? Siz endi aytolmanda boshqa mashina o'tib qoladi. Aytmaydi, mana boshqa mashinalarni tekshiring, qonunni bilishmasa ko'rsatursin, men bilaman-da har holda. Hozir men o'zimdan o'zim besabab ko'rsatmayman-da orqani. Sababi nima uni? Bayram munosabati bilan Kim aytibdi uni? Bizani unda bayramga chaqirsin, biz borib mehmon bo'laylik, okey? Bayram deyapsiz, g'alati emasmi bagaj tekshirish? Kech qolamiz. Yo'q, o'zi shunaqa bo'ladi, bilar ekan. Sal o'zingiz eslayapsiz-a, o'sha nima qilish kerakligini. Qonuniy qilsangiz ko'rsaturaman. Ko'zdan kechirib qo'yaman deb. Siz ochasizmi? Ko'zdan kechirib qo'yish degan joyi bormi qonunda? Qayerda? O'shani aytib bering-da, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Bilib qo'yinglar. Ekzamen topshirayotganim yo'qda, shunaqa so'rab. Men ham sizga Texas motorga kelganim yo'qda, yoki ko'ruvga kelganim yo'qda, oldingizga. Chunki o'tib ketyapman men, O'zbekiston fuqarosiman. Dokument tekshiring desangiz, bajaralisizda. Kerak emasmi? Bo'l, meni ham vaqtim oz, ketursam bo'ladimi? Nimaga? Sababini tushuntirib bera olmayapsiz. Tushuntira olmayapsiz-da. So'rayapman, tushuntira olmayapsiz. Men tushuniy oldim, o'zimdan o'zim ochib tekshirmayman. Misol uchun qarang, siz uyingizga borib taqillatib, okey, men bayram munosabati bilan uyingizni tekshirib chiqib ketsam, g'alati-da-ku. Order bilan kelaman. Ana, mashinani tekshirishga ham order bo'lish kerak-da, okey? Bo'p, qilmaylar, vaqt olmaylar. Dalolat noma tuzing, ikkita xolis chaqiring, mayli, bajarishni ko'rsataman, Bo'p, okey? vaqt olmaylar. Bo'ladimi shunaqa? Kech qoldim, vaqt olmaylar bo'ldi. Ha? Vaqt olmaylar bo'ldi. Bular ham Kim aytdi? Bularni ham vaqtlarini o'tgan ekansiz. Siz boshlaysiz shu vaqtda. Men boshlamayman hech narsani. Mana, Hamma emas, o'sha qonun ishlamayman. Mana qarang.
Prezident xalqqa osmonman. Ayni sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling aka. Sog' bo'ling. Ular qarorga qarab ish qilinglar. Qarorga Hech kim qarori yo'q. Ko'p dori aytyapti. Hech kim qarori yo'q hozir. Toshkent qarab ko'rdim. Qo'shlar qo'shdan bo'lib keldim. Bo'lib hammasi. Bironta qo'shga, birontasini to'xta. Och bagajini bunaqa yo'q, narsa yo'q. Sabab prezident farmoni shu ishga qiladi. Bu mustaqillik bayramida hech qanaqa farmoyishlar qilinmaydi. Yangi O'zbekiston. Bu endi Yangi O'zbekiston. Ko'rib qo'yaverasizlar, shunaqa holat. Biz hech qanaqa ortiqcha pretenziyamiz yo'q. Ko'rsatsa turamiz, lekin qonun bo'yicha bo'lsa hammasi menimcha yaxshi bo'ladi. Sizlar ham haq-huquqinglarni bilib, so'rab qo'ysanglar yomon bo'lmaydi. albatta